Ochingchi mana shu kotelimiz bitta ko'raylikchi. Bitta ko'rib beraylik. Voy, молодец. Yangi trubniy variantdagi kotelimiz mana yonyapti o'tinda. Ko'pil pol qilganmiz. Yoping. Gah yo'q. Sistemalari bo'ldi. Dimoxodlar chiqib ketgan mana rashidni tepada. Suvlar ham bor. Hammalarga assalomu alaykum. Buyoqlar polni mana ko'pli pol. So'rili ko'pli pol bo'ldi bu yoq. İki tomon so'ri. Ichkari ham mana so'ri. Mana bitta yer mana shu yer zal. Уже issiq. Bitmagan hammomlar mana. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, xizmatlarimiz ham bor, santexnik xizmatlari ham. Undan tashqari kotellarimiz ham bor. Mana hozir kirib ketdik, 50 deydi. Mana 60 ga o'sha chiqib bo'ldi mana. Ko'tarishlari o'ta zo'r. Nasos ham 3-skorost ishlayapti. 3 ta ishlamaslik kerak o'zi. 1 da turish kerak bu. Lekin biz endi hozir 3 ga qo'yib qo'ydik, havolar o'pasa chiqib olsin deb. O'zi xatochilar bor. Maysilar bilan podata chiqib pastga tushib, keyin rashidga chiqib ketyapti. 100% ko'plik pol. Tozalash o'yinlari ham bor mana. Faqat o'tinda o'zidan yonyapti. Hozir o'sha kotel o'chadigan holat keldi mana. 1 gradus qoldi, mana o'chadi, hozir dam olaman. Mana, kotel o'chdi, dam oldi. Bemalol telefon qilaveramiz, like, podpiska esdan chiqmasin.